Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida, shuningdek internetdagi sahifamizda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda erkinlik noyob qadriyat, huquqbuzarlik keng. Suriyadagi urush, islomiy davlatga qarshi kurash, prezidentlikka nomzodlar nima taklif qilmoqda? Buxoro yahudiylari, uyg'onish teatri bilan tanishing. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Dunyo bo'ylab erkinlik va huquqni targ'ib qiluvchi Freedom House ozodlik uyi tashkilotiga ko'ra, zamon hozir diktatorlarniki va ular jamiyatlarni ezib o'z hokimiyatini zulm orqali ushlab turibdi. O'tgan bir yil ichida siyosiy repressiya kuchaydi. Erkinlik bugun juda noyob ne'mat. Suriyadagi fuqarolar urushi, Yaqin Sharq mamlakatlaridagi beqarorlik natijasida dunyoning bu bo'lagi eng notinch mintaqaga aylandi. Freedom House tashkiloti tayyorlagan hisobotda aytilishicha, 72 mamlakat mojaro, siyosiy va iqtisodiy qiyinchiliklarga yuz tutdi. Natijada mana 10 yildirki dunyo bo'ylab erkinliklar darajasi tushishda davom etmoqda. Uyush erkinligi, so'z erkinligi, qonun ustuvorligi, adliya tizimi mustaqilligi bu yo'nalishlarda vaziyat ancha yomonlashdi. Washingtonda joylashgan guruh tayyorlagan izlanish natijasiga ko'ra 50 mamlakat va hudud erkin emas deb topilgan. Erkinliklar bobida eng qoloq davlat Suriya ekani aytiladi. Bunday mamlakatlar qatoriga Xitoyning Tibet o'lkasi, Somali, Shimoliy Koreya, Eritreya va O'zbekiston ham kiritildi. Hisobotda aytilishicha, bu hududlarda avtoritar rahbarlar huquq faollari va boshqa tanqidchilarni qatag'on qilgan. Eng ayanchli ahvol Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada ekani aytiladi. Ayniqsa Yaqin Sharqda uzoq yillardan beri hukmronlik qilayotgan rahbarlarning ba'zilari G'arb ittifoqchilari sifatida ko'riladi. Ammo aslida bunday hamkorlarga ishonch yo'q. Ular bilan hamkorlik uzoq muddatda yaxshilikka olib kelmaydi. Freedom House'ning bildirishicha, terror xurujlari xavfi hamda migrantlarning misli ko'rilmagan oqimi bilan yuzlashgan demokratik davlatlarda ham fuqaro erkinliklari cheklandi. Tarixda eng katta muammolarga yuz tutayotgan mamlakatlarda hukumatlar o'z fuqarolari va milliy manfaatlarini himoya qilibgina qolmasdan, asosiy erkinliklarni ham qo'ldan chiqarmasligi juda muhim. Ozodlik uyi tanqidiga uchragan mamlakatlar odatda bu guruh ishini jiddiy qabul qilmaydi. Rossiya masalan uni noxolis AQSh manfaatlariga xizmat qiluvchi tashkilot deb biladi. Hisobotda 61 mamlakatda so'nggi 1 yilda erkinlik bobida vaziyat yaxshilangani qayd etiladi. Lotin Amerikasi maqtovga sazovor bo'ldi. Oxirgi 5-10 yilda Lotin Amerikasida ko'p huquqlar toptalganiga guvoh bo'lganmiz. Ammo hozir ahvol ijobiy tomonga o'zgarayotgandek. Guruh hisobotida aytilishicha, so'nggi 10 yilda dunyo bo'ylab so'z erkinligi va qonun ustuvorligi bobida eng katta chekinish kuzatilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.